Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun sizlar bilan Ariza 6 avtomobilimizni qisqacha obzori va to'lov turlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu avtomobilimizning motori 1.5 litrli 113 ot kuchiga ega 4 porsiyonli atmosferli motor hisoblanadi. Shahar ichida 7 ta, dalni yo'lda 5 tagacha rasxod qiladi. 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. Xo'p, balonlariga keladigan bo'lsak, 16 razmerda bo'ladi, podyomi 55 ta bo'ladi. Yomon yo'llarda ham maza qilib haydab ketaversangiz bo'ladi. Otmaydi, dag'ir-dug'ur yo'llarda ham haydab ketaversangiz bo'ladi. Xo'p, ichlariga keladigan bo'lsak, rullari elektronika bo'ladi. Sidinalarimiz ekoko'ja bilan qoplangan, tarpida eshik shipkalari polniy hamma joyi ekoko'ja bilan qoplangan, eko sport rejimlarida yuradi. Bularda e'tibor qilgan bo'lsangiz, rushnoylari ham elektronli bo'ladi. Undan tashqari avtohold rejimlari ham bor. Xo'p, mashinamizda rullarida va sidinalarida podogriflarimiz bo'ladi, ya'ni sidinalarimiz qiziydi, rullarimizgacha qiziydi. Orqa deflektordan ham issiqlik, sovuqlik haydaydi. Qishki kunlarda ham, yozgi kunlarda ham bemalol maza qilib orqasida ketaversangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bagajlarimiz ham ancha katta bo'ladi. Bularda 482 litr bo'ladi. Bemalol hamma narsani joylashtiraversa bo'ladi. Undan tashqari propanli ham bemalol ustolovka qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari xo'p, ключlari, domkratlari mana shu yerda joylashgan. Propanlar birga bir ustolovka qilsangiz bo'ladi. Agar o'zimizdan ustolovka qiladigan bo'lsangiz, garantiyalar bilan birga bo'ladi. Orqada 90 gradusli zavodskoy kameralari bor va orqa paktronik datchiklari bilan birga orqaga haydasangiz 1 metr, 2 metrgacha sizni ogohlantirib, parkovka qilishga qiynalib qolmaysiz. Ichlari ham ancha katta bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, sidinalarimiz 6 xil yo'nalishda o'zgartirsalar ham bo'ladi. Rullarimizda ham xo'p, haydashga o'zlaringga oson qilib, masalan, kirdirib yoki chiqarib, bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Rullarimiz aytib o'tganingizda elektronli bo'ladi. Xo'p, to'lov turlariga keladigan bo'lsa, bularda rassrochka, avtokredit, lizing va prichsleni orqali bemalol mashinamizni xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochka yo'nalishda 25% boshlanish to'lovi bilan boshlanadi. 60 oy bo'lgan muddatga rassrochkalarimizni ochib qo'ydik, bemalol kelsangiz, mashinamizni hammasi nalichida bor. Oqi bo'ladimi, qorasi bo'ladimi, hammasi bor. Xo'p, avtokreditimiz ham 25% boshlanish to'lovi bilan boshlanadi. 1 yildan 5 yilgacha xarid qilsangiz bo'ladi. Lizing yo'nalishiga keladigan bo'lsa, lizing yo'nalishimiz 1 yildan 4 yilgacha 15% boshlanish to'lovi bilan xarid qilsangiz ham bo'ladi. Hozirda bu mashinamizga 40 million skidka berganmiz. Aprel oyining oxirigacha, bemalol kelib, istalgan mashinangizda, aynan Ariza 6 bo'ladigan bo'lsa, birinchi pozitsiyasi bo'ladimi, ikkinchi pozitsiyasi bo'ladimi, uchinchi pozitsiyasi bo'ladimi, muammo yo'q. 40 million foyda bilan mashinamizni xarid qilsangiz bo'ladi. Aprel oyining oxirigacha. Xo'p, ish vaqtlarimiz haqida aytib o'taman. Ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz. Soat 6 gacha bepul test drive'larimiz bor. Prava bilan kelasiz va soat 6 gacha bo'lgan muddatda xohlagan mashinangizni bepul haydab ko'rsangiz bo'ladi. Haydab ko'rib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, manzilimiz o'sha Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan, xalq tilida aytganda esa Qarshi Koson yo'lida. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Skidkadan unumli foydalaning.